Shuni qidiryapman-da, jim turib turgan Verity. Ha, bo'ldi, ketibdi Verity. Men bularni kim qo'yib tashladi? Asabni buzib, hammasini buzib tashlashimiz kerak. Shuqa bilasizmi, nega qochib ketdi? Yo'q, umuman bilmayman. Nimaga qochib ketdi? Mendan qo'rqib ketganda. Sen jinnimisan? Seni ko'rganim yo'q. Seni qarab turibdi, ish nima bo'lmayapti. Qarab. Mana bu yerda toshlarni qazib olaman. Yo'qmi, yo'q, shuqa nima u? Nima bu? Nima? Donut seni. Mana bu yerga. Nima u? Nima qilyapti u? Stalkerlar qishlog'i 2-qism. Verity, sen ham buni ko'ryapsanmi? O yerda turibdi, tirnog'i chiqib. Shuqa ko'ryapman. Chiqmang, iltimos, chiqmang. Chiqmashdan boshqa ilojimiz ham yo'q-da, jinnim. Men chiqolmayapman nimagadir. Men bu kravatimizni buzishimiz kerak menimcha. To'xta, Verity, balki u stalker yaxshidir. Qani oldiga boraylikchi. U shunchaki qarab turibdi, ish nima bo'lmayapti. Qarab. Nimaga ekran yaqinlashib qoldi? Eshik yopamiz tezroq. Shuqa, men sizga aytdim-a, jim o'tiring dedim-a. Ketib qoldi Verity, shunchaki ketib qoldi. Bo'lishi mumkin emas. Hozir yana o'ynadanmi qayerdan sizga qarab turadi, taqilata o'tgan safariga o'xshab. Yo'q, lekin unday bo'lmayapti-da, qara. Korroche do'stlar, obunachilik kuzatuvchilar, o'tgan safariga bu videoni birinchi qismini naqd 100 mingta odam ko'rib tashlabdi va 2300 ta layk yig'ibdi. Bu demak sizga bu video yoqdi degani. Shuning uchun ham sizlar uchun hozir biz o'tirib Verity bilan bu videoni ikkinchi qismini olayapmiz. Sizlarga kattakon rahmat va bu videoga ham hoziroq pastga tushing, layk bosib qo'ying va hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna ham bo'lib qo'ying. Unda yoqimli tomosha. Shuqa, bugun juda ham ajoyib havo bo'lsa kerak. Qani ko'chaga chiqaylikchi, havoni ko'ramizda qanaqa zo'r My name is Andrew Dingus. Nima degani? Donut Verity, basharangga uraysan, nimaga yaxshi qilib o'ysan? Men qayerdan bilay bunaqa musir borligini bu yerda? Bo'ldimi? Ketdimi? Qani u? Shuni qidiryapman-da, jim turib turgan Verity. Ha, bo'ldi, ketibdi Verity. Men bularni kim qo'yib tashladi? Asabni buzib, hammasini buzib tashlashimiz kerak. Shuqa bilasizmi, nega qochib ketdi? Yo'q, umuman bilmayman. Nimaga qochib ketdi? Mendan qo'rqib ketganda. Sen jinnimisan? Seni ko'rganim yo'q. Seni qaytib qo'rqadi? Yo'q, mendan qo'rqib ketdi 100%. Verity, hazillasham ema bilanda. U oshib ketyapti. Seni ko'rganim yo'q, hattoki mayli, sen monsterga aylanganda ham mayli edi. Monsterga aylanganing ham yo'q-da. Xo'p, mayli, urishib tashlamang. Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Undan ko'ra mana bu binomizga hozir ideya berishing kerak. Qanaqa qilsak bo'lar ekan? Mana bu yerda yopib qo'ygan ekanmiz. Buzamiz va tepaga chiqamiz va mana bu yer juda ham kichkina. Menimcha katartirishimiz kerak-ku, nima deysan? Ha, menimcha bitta blokka yoniga katalashtirishingiz kerak. Juda ham ajoyib g'oyada. Kattakon rahmat. Hozir katalashtirib chiqaman. Va albatta keyin zabor ham qo'yib chiqing. Ha, bu gaping ham to'g'ri. Bo'lmasa sen dumalab chiqib ketib qolasan-a? Hazilkash. Ana bo'ldi, Verity ajoyib chiqdi. Endi zabor yasaymizda hozir. Verstakcha va zaborlarni yasab chiqamiz. Shuqa, stalkerlar ko'rinmay qoldimi? Ha, menimcha ular faqat kechqurun keladigan bo'lib qoldi-yu, Verity. Rostdan ham umuman ko'rinmayapti-da, yorug'da oldin paydo bo'lar edi. Rostdan ham esimda o'tgan qishloqda shunaqa edi. Yorug'da ham paydo bo'lishardi, lekin bu safar qorong'ida paydo bo'lsa ham juda ham qo'rqityapti-da. Bo'ldi, zaborlarni bitirdim. Endi esa bu yerga mashinalar qo'yib chiqishim kerak, chunki qorong'ida bu yer qorong'u bo'lib